Ketasan, yurgan yerdan ketamiz. Ke bolam. Yo'q, qo'rqma. Mana nimaga hamma shifokorlar aynan homiladorlikni yaxshi o'tkazing deb maslahat beramiz, lekin ko'pchilik bunga ahamiyat berishmaydi va hozir videoda ko'rgan asoratlarga olib keladi. Ya'ni farzandingiz dunyoga kelganda DTP kasalliklari yoki nutqiy, aqliy yoki jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Shuning uchun biz aytamiz, homiladorlik vaqtini eng asosiy davr deb aytsa ham bo'ladi. Chunki aynan o'sha paytda farzandingizni miyasi rivojlanadi, butun o'zi rivojlanib o'sadi-da. O'sha paytda biz homiladorlikda hattoki gemoglobin deymiz, anemiya, to'g'ri, u 90% insonlarda anemiya kuzatiladi, lekin aynan homiladorlikda bu juda ham katta rol o'ynab va kimdadir ta'sir qilmay uni organizmi ko'targan bo'lsa, kimdadir bittagina anemiyasi bo'lgani uchungina dunyoga har xil nogiron farzandlar dunyoga kelishi mumkin. Agar farzandingiz aqliy, nutqiy yoki jismoniy rivojlanishdan orqada qolayotgan bo'lsa, kechiktirmang. Konsultatsiyamga yozilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qiling.